Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kısasun Nebiyyine lil Etfal dersimizden At kavminin kıssını sözlep 4. kelduqa Qusuru Adin At kavminin qasırları. Ve kâne Adun la şuğla lahum illa'l eklu ve şurbu ve lehu ve la'ibu. At kavminin ularının yiyiş, içiş, oyun tamaşadan başka işi yoktu. Ularning ba'zilariga qasrlarni silishda, ya'ni egiz qasrlarni silishda, cho'ng uylarni silishda faxrlanadi. Ya'ni o'zaro ko'z-ko'z qilishadi. At qavmining mol dunyosi suv, loy, tosh qatorliqlarga zoya bo'ladi. Ya'ni uy bino qilish, shunda bir narsalarni silish qatorliq ishlarga ishlatadi pulisini. Wa kanu la yarawna makanan khaliyan aw ardan murtafi'atan illa banaw 'alayha qasran rafi'an. Ular bo'sh joylarni ko'rsa yoki egiz joylarni ko'rsala, egiz qasrlarni salatdi. Ular davomli turdigandek, mangu o'lmaydigandek uylarni salatdi. Ular ehtiyoj yo'q turib, qasrlarni salatdi. Halanki kishilar yeydigan va kiydiganga narsa topolmaydigan shunday holatda edi. Ularning ichidagi namrat, faqir kishilar bo'lsa, turdigan uy topolmaydi. Baylarning uylarida o'ltirdigan odam yo'qdi. Ularni ko'rgan kishilar, ularning qasrlarini ko'rgan kishilar ularning oxirat kuniga iymon etmaydiganligini biladi. 5. Hudunir Rasul, Hud elchi. Alloh taolo At qavmiga bir payg'ambar avatishni iroda qildi. Alloh taolo bandalarga kufrga rozi bo'lmaydi. Alloh taolo zaminda buzuqchilikni yaxshi ko'rmaydi. At qavmi aqllarini yeyish, ichish, o'yin tomosha va o'ylan silishdan boshqa ishlarga ishlatmaydi. Ularning aqllari buzilgan edi. Chunki ular aqllarini din yo'lida ishlatmaydi, din uchun ishlatmaydi. Ya'ni din uchun tafakkur qilib aql ishlatmaydi. Ular dunyoda aqlliq, ya'ni dunyo ishlariga aqlliq, ammo oxirat ishlariga kelganda bo'lsa, naydi döt kishilar edi. Ular aql ishlatmasdan toshlarga ibodat qiladi. Shuning uchun Alloh taolo ularni yetaklaydigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan bir elchi avatishni iroda qildi. Va Alloh taolo bu elchining ularning ichidan bo'lgan bir kishi bo'lishini iroda qildi. Ya'ni ular At qavmi uni tunuydigan, uning so'zlarini tushunalaydigan, ularning ichidan bo'lgan bir kishi bo'lishini iroda qildi. Hud alayhisalom bo'lsa, ana shu payg'ambar edi. Hud alayhisalom nayt sharafli bir uyda tug'ilgan At qavmining ichida nayt aqlliq va nayt yaxshi durust cho'ng bo'lgan edi. 6. tema Da'vatu Hudin, Hud alayhisalomning da'vati. Hud alayhisalom qavmi ichida da'vat qilishga boshladi va mundaq dedi: "Ey qavmim, Alloh taologa ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir." Va Hud mundaq dedi: "Ey qavm, sizlar qandaqsiga toshlarga ibodat qilsizlar va sizlarni yaratgan Allohga ibodat qilmaysizlar? Ey qavm, sizlar tunugun o'yib yasagan bu toshlarga qandaqsiga bugun ibodat qilsizlar? Alloh taolo sizlarni yaratdi. Sizlarga rizq berdi. Sizlarning mollaringlarga, farzandlaringlarga, ziroatlaringlarga va naslinglarga barakat ato qildi. Va sizlarni Nuh alayhisalomning qavmidan keyin zaminda izbosar qildi va sizlarga badaninglarga kuch-quvvat ato qildi. Bu ne'matlarning haqqidan bo'lsa, ya'ni bu ne'matlarning haqqi Alloh taologa ibodat qilishinglar va uningdan boshqasiga ibodat qilmasliginglardir. Sizlar so'ngak tashlab turadigan bu ichqi kelsak, sizlarning uyinglardan ayrilmaydi va sizlarga soyga o'xshash agishib yuriydi. Sizlar bir ishning o'zining xo'jayinini tark etib, boshqa bir xo'jayin tepib olib ketib qolganligini ko'rdinglarmi? Sizlar toshga ibodat qiladigan yoki butqa cho'qinadigan bir hayvonni ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlar ishchilik yoki hayvonchilik bo'lamadinglar demoqchi. Inson hayvondanmi xormi yoki u hayvondan azizmi? 7. Javobul qavm, qavmning javobi. Qavm bo'lsa, yeyish-ichish, o'yin tomosha bilan aldirash edi. Ular dunyo hayotiga rozi bo'lgan, dunyo hayotidan xotirjam bo'lgan edi. Nuh alayhisalomning so'zlaridan ularning qalbi siqildi va bir-biriga mundaq deyishdi: "Hud nima deyotdi? Hud nimani irod qildi? Nimani xohlaydi? Biz uning so'zlarini tushunmadik." Ular dediki, "U döt, aqlsiz, majnun, sarang" dedi. Hud alayhisalom ularni yana bir qatim da'vat qilganda bo'lsa, qavmning kattalari, qavmning cho'nglari "Biz seni döt deb o'ylaymiz va seni yolg'onchilarni deb gumon qilamiz" deyishdi. Shuning bilan Hud alayhisalom: "Ey qavmim, men döt emas, aqlsiz emas.
lekin men rasulum min robbil alamin. Olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh taolo tarafdan avatilgan payg'ambarman, elchiman dedi. Men sizlarga Parvardigorimning, Rabbimning adilligini yetkazaman va men sizlarga ishonchli nasihat qiluvchiman, samimiy nasihat qiluvchiman. 8-mavzu Hikmatu Hudin. Hud alayhissalomning hikmati, ya'ni farosati. Hud alayhissalom davomli qavmiga nasihat qildi va ularni hikmat bilan, mehribonlik bilan islom diniga chaqirdi. Hud alayhissalom aytdi: "Ey qavmim, men ilgari sizlarning qarindishinglar va do'stinglar edim. Meni tunimadinglarmi? Tunimayotgamsizlar? Ey qarindoshlarim, nima uchun mendan qo'rqisizlar? Mendan qachisizlar? Men sizlarning mollaringlardan hech qanday narsani kamaytmayman. Ey qavmim, men sizlarga bu ishimga ajr olmayman. Faqatla mening ajrimni Alloh beradi. Ya'ni sizlarni islom diniga da'vat qilganligim uchun, hidoyatga chaqirganligim uchun ajrimni Alloh beradi. Ey qavm, nimadan qo'rqisizlar agar Alloh iymon etsanglar? Alloh bilan qasamki, agar sizlar Allohga iymon etsanglar, mol dunyolaringlardan hech qaysini ayrilib qolmaysizlar. Balki Alloh taolo sizlarning rizqinglarga barakat ato qiladi va quvvatinglarni texim ziyoda qiladi, kuchinglarni ziyoda qiladi. Ey qavm, nim uchun mening payg'ambarligimdan, elchiligimdan ajablansizlar, hayron qolasizlar? Alloh taolo birdan gap qilmaydi. Alloh taolo har bir kishiga bundaq qilg'in deb bunda xitob qilib birdan unda so'zlamaydi. Alloh taolo har bir qavmga ulardan bo'lgan bir kishini avatidi, shu kishi ularga so'zlaydi va ularga nasihat qiladi. Alloh taolo meni sizlarga elchi qilib avatdi. Sizlarga so'zlayman, sizlarga nasihat qilaman. Ava ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Sizlarni ogohlantirish uchun sizlarning ichinglardan bo'lgan bir kishiga Parvardigoringlar tarafdan bo'lgan zikr va nasihat shu kishi kelsa, sizlar mushuningdan ajablanib qoldinglarmi? Bugungi dars mushat tugadi. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.